Mashinamizga aka hisoblab chiqdim, salkam $1000 pul ketgan ekanda. Nima qilinganligini o'zingiz ayting-da. 4 degangi balon. Aha. Metan gaz. Aha. Mana monitor. Testa monitor. Mana metan gazlari bor. Mejigarlarigacha ham bor. Mejigar pultlari ham bor. Короче, расход qilaman demaydi. Oladi, prosta haydaydi. Mana bunaqa oilaviy mashina mana. Farzandlarni bosib ketaveradilar. Hamma joyi akkuratnida. Probegi qanaqa buni tog'a? Probegi hali 65 ming endi bo'pti. Короче, qarang, buni bosh to'lovi yo'q. Faqat keladi, nomiga o'tishga dokumentini qiladi, bo'ldi, muammosi yo'q, ha? Bosh to'lovi yo'q deganingizda mana bu. Bankka 10% kirim qilmaydi. Ya, uni qilmaydi. Aha. O'zi uchun nomiga o'tkazib olish uchun rasxodini qilib oladi. Bo'ldi. Zo'r. Chunki mana misol uchun siz ham menga mashina potarka qilsangiz, men o'zim uchun rasxod qilib olaman-ku. To'ppa-to'g'ri. Xuddi shunday. O'g'lim bizni ko'rib turganlar nima qilsin? Bu Xitoydagi emas, O'zbekistondagi Deo Damas o'g'lim. Bu qanaqa mashina bu? Malibu. Yo'q, Malibu emas, Damas. To'g'ri. Lekin ichkarida Malibuga o'xshaydi o'rtoqlar.